Tezkor yangilik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Hafta davomida harorat pasayishni boshlaydi. O'zbekistonda seshanbadan boshlab ish haftasi oxirigacha havo harorati kechalari 20-25 daraja, kunduz kuni 30-37 darajagacha pasayadi. Ayrim hududlarda havo biroz bulutli bo'lishi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Joylarda shamol tezligi kuchayishi mumkin. O'tgan hafta O'zbekiston aholisi nihoyatda issiq ob-havo sharoitini boshdan kechirdi. Havo harorati eng yuqori ko'rsatkichi 43-45 daraja, janubda va cho'l hududlarda 46-49 darajagacha ko'tarildi. Yakshanbadan respublikaning shimoliy va g'arbiy hududlarida havo harorati pasayishni boshladi. Dushanbada cho'l hududlarda, seshanbada esa respublikaning barcha hududlarida havo harorati pasayishi kuzatildi. 20-24 iyul kunlari O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lishi kutilmoqda. Faqat 21-iyulda Qoraqalpog'iston Respublikasi, 22-iyulda Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida esa qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. 20-22 iyul kunlari esa respublikaning ba'zi joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Ushbu kunlari keksalar va yoshlarni ko'chaga chiqarmaslikni tavsiya qilamiz. O'zingiz va oilangizni asrang.